Bular 5 metrlik to'sinlar. Bular oxirgi narxi sotilayotgan narxi 110 ming so'm. 5 metrli stoyka. Bularda 60 ming so'm qilib beryapmiz. 60 ming so'm. Cho'rni vassalik 2 metrlik bir qator 4 kvadrat bo'ladi. Narxi kvadrati 18 ming so'm. 4 metrli 12 ga 6 to'sin. Lagalik. Laga to'singa ishlasa bo'laveradi. Mirzaterak 4 metrlik 70 ming so'mdan. Sotilayotgan narxi. Mo'rolar 12 ga 4 strapilar, murlatga ishlasa bo'ladi, strapilarga ham ishlasa bo'laveradi. Bular 45 ming so'm. 3 metrli abriznoy to'sin 12 ga 6 balkali bu ham. Buning narxi 45 ming so'm. Moda primichkalar 12 ga 6 bo'ladi. Narxi 25 ming so'm. Mo'lar 4 to'sin mana. 4 metrli to'sin mana. Bular o'rta hol to'sin 70 ming so'mdan. Buni sal jonlirog'i bor 85 ming 90 ming. 4 metrli to'sinimiz mana. Baquvvat, mana shular baquvvat degan to'sinimiz 90 ming so'm, 3 o'ta yaxshi. Ichida jam maydasi yo'q buni. Bular 5, 110 ming so'mdan ketaveradi. Pachkasiga beryapmiz. Ha. Bu 4 metrli naves to'sin, anaqa naveska bo'liq to'sinlar, hali o'rta hol. Bular 55 mingdan. Ha. Bular 110 ming 5 metrlik, 4 metrligi 75 ming so'm. Bu o'rta hol to'sin. 70 ming so'm sotilyapti. 70 ming, 75 mingga sotiladi bular. Kashayliklarimizdan bor. Kashaylik, havolik, ustunliklar bor. Kashayliklar mana ona. 4 metrlik. Ha, oxiridagi turibdi-ku. Ashlar 20 ming so'mdan. 20 ming so'm. 10 mingdan tortib 20 minggacha kashayliklar bor. 4 metrlik. 10 ming so'm beryapti, 110 ming, 100 mingga to'sin bor, 5 metrlik asli. 5 metrlik sarrob 55 mingdan. 6 metrlik strapilar 65 mingdan berilyapti. Endi kichkina ustunchalar mana 30 ming so'm 4 metrlik. 25 ming so'm kichikroqi. Stoyka havon hamma yoqqa ishlayveradi. 3 ko'ta yaxshi, xudo xolasa. Cho'rni patolog 18 ming so'm yaxshisi, 13 ming so'mdan 4 metrlik garbilar. 4 metrlik garbi. Ha, hamma yo'q bor, xudo xolasa. Manzil Asaka Teray bozorida kelaverasizlar. 2 metrlik primichka 25 ming so'mdan sotilayotgan narxi. Xudo xolasa hamma yo'q bor. Eldan ko'ra jinday arzonroq berilaveradi. O'ptimisiz? O'ptim biz, xudo xolasa. Manzilimiz Tasna bozoridan to'g'riga o'tganda oxirida bu yoqdan chiqqanda, qabristondan chiqqanda birinchi do'kon.